Assalomu alaykum. Bu o'sha keyingi video. Ya'ni vaqt o'zi nima va u qanday boshqariladi. Videoni boshlashdan oldin sizga bir kichkinagina savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ya'ni hozir sizga 15 soniya vaqt beraman va shu vaqtni vaqt nima degan savolga javob berishga sarflashingizni iltimos qilgan bo'lardim. Xoh o'zingiz o'ylang, kommentariyada yozsangiz yanada foydaliroq. Vaqt nima? Vaqtni 3 ta jihati bor. Ya'ni olimlar shunday sanashadi. Fizik, falsafiy hamda psixologik jihati, ya'ni ruhiy. Fizik jihatdan vaqt bu o'lchov birligi asosida hodisalar ketma-ketligidir. Ya'ni masalan, Yer Quyoshning atrofida bir marta aylanib chiqishligi bu 1 yillik vaqt. Ya'ni fizik jihatdan hammasi tushunarli. Demak, qandaydir voqealar va hodisalarning ketma-ketligi o'lchov birliklarida o'lchanishligi mana shu vaqt deb yuritiladi. Falsafiy jihatdan esa faylasuflarimiz vaqtni shunday ta'riflashadi. Ya'ni ba'zilari obyektiv, ya'ni haqiqatdan ham bor, mavjud bo'lgan tushuncha deb qarashsa, ba'zilari esa subyektiv, ya'ni faqatgina insonning ongidagina mavjud bo'lgan narsa, aslida esa yo'q, ya'ni materiallik xususiyatiga ega emas deb qarashadi. Va ular ham vaqtni 3 ta qismga ajratishadi. Bu sizga ma'lum bo'lgan o'tgan, hozirgi hamda kelajak degan tushunchalarni o'z ichiga qamrab oladi. O'tgan vaqt, ya'ni allaqachon sarflanib bo'lingan vaqt, hozirgi, ya'ni hozirgi vaqtni ham ba'zi faylasuflar allaqachon o'tib bo'lgan deyshadi. Chunki hozirgi deyishlikning o'zidayoq biz aslida vaqtimizni o'tmishga o'tkazgan bo'lamiz. Kelajak esa hali bizga noma'lum bo'lgan va unda nimalar sodir bo'lish ham noma'lum bo'lgan bir davr vaqt deb ataladi. Psixologik nuqtai nazardan esa vaqt insonlarning ruhiyatiga turlicha ta'sir etishligi haqida g'oyalar mavjud. Masalan, xursand bo'lganda vaqt tez o'tadi, biror narsani kutganingizda yoki yomon kunlarda vaqt juda ham sekin o'tadi. Haqiqatdan ham xursandchilikda birpasda o'tib ketadi. Agar siz biror narsani kutsangiz esa xuddi soniyalar to'xtab qolganga o'xshaydi. Lekin mexanik jihatdan soniyalar o'sha soniyalar, ya'ni 1 daqiqa 60 soniya, 1 soat esa 60 daqiqaligicha turgan bo'ladi. Demak, haqiqatdan ham inson ruhiyati vaqt tushunchasini holatga va kayfiyatga qarab turlicha qabul qiladi. Bir savol insonlarni doimo qiynab kelgan va bunga yechimlar topishlikka turli xil davrlarda turlicha yondashuvlar bo'lgan. Ya'ni vaqtni boshqarish mumkinmi? Keling shu yerda vaqt nima uchun eng qadrli narsamiz ekanligini o'rganib chiqamiz. Ya'ni vaqtning qadrli ekanligining yagona hamda asosiy sababi hamda uning bebaho ekanligiga olib keluvchi tushuncha bu uning qaytmasligidir. Ya'ni vaqt hech qachon qaytmaydi. U bizdan doimo sarflanib turuvchi omil. Ya'ni biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vaqt bizdan ketaveradi. Undan boshqa barcha tushunchalarni qaytarish mumkin. Masalan, pul yo'qotsangiz ko'proq ishlash evaziga pulni qaytarasiz. Hattoki munosabatlar uzilib ketgan bo'lsa ham o'zingizni yaxshi tomondan ko'rsatib yoki kechirim so'rash orqali bu munosabatlarni qaytadan tiklash yoki ketgan odamlarni qaytarish mumkin. Lekin hammasi uchun ham siz vaqtni investitsiya qilasiz. Ya'ni pul yo'qotdingizmi? Demak, siz uni qaytarishlik uchun ko'proq ishlaysiz. Ko'proq ishlash esa albatta vaqt evaziga bo'ladi. Munosabatlar ham xuddi shunday. Xursandchilik ham, qayg'u ham, hammasi uchun biz o'zimizning vaqtimizni investitsiya qilamiz. Shuning uchun ham o'ylash kerak. Ya'ni men o'zimdagi eng bebaho narsani nimaga investitsiya qilyapman? Bundan ro'porosa 10 yil avval bir kino ko'rganman va o'shanda vaqt tushunchasini yaxshiroq anglashlikka erishganman deb o'ylay olaman. Ya'ni unda shunday bir ssenariy borki, insonlar to'lovlarni vaqt orqali qilishadi. Kofe sotib olmoqchi bo'lsa ham, uy sotib olmoqchi bo'lsa ham, xullas pulni o'rnida vaqt. Ya'ni qo'llarida shunday bir belgi bo'ladi. Aytaylik, 27 yil, 8 oy, 13 kun, 9 soat va 12 daqiqa degan. Va masalan, bir dona kofe 3 daqiqa. Ya'ni bir dona kofe ichish uchun siz 3 daqiqa bilan to'lov qilasiz. Boylarda vaqtlar ko'proq, kambag'allarda esa vaqtlar ozroq bo'lishadi. Ya'ni kambag'allar vaqtga ega bo'lishlik uchun buni bemalol pul bilan almashtirish mumkin. Ya'ni pulga ega bo'lishlik uchun boylar uchun ishlashadi. Aslida ham hayotda ham shundaymi?
Aslida ham shunday, chunki aytib o'tganimdek, har qanday amallar va voqealar ketma-ketligi uchun biz vaqtimizni investitsiya qilamiz. Shuning uchun ham yana qaytarib aytaman, nimaga investitsiya qilayotganligimizni yaxshilab o'ylashimiz kerak. Gohida o'zimda ham bo'ladi va boshqa sheriklarda ham bo'ladi, ya'ni telefonda bekorchi, bema'ni, beta'sir va lo'ttovozlarni tomosha qilishlikka o'zimizning qaytmaydigan vaqtimizni investitsiya qilamiz. Ya'ni biz ularni vaynlarni yoki aytadigan bo'lsak kulgili sahnalarni ko'ramiz, lekin aslida u bizga ma'naviy hech qanday ozuqa bermaydi. Biz esa unga tinmasdan vaqtimizni investitsiya qilaveramiz. Ular esa bu investitsiyadan albatta foydalanishadi. Chunki qancha ko'p ko'rishlar soni, qancha ko'p layklar soni bu ular uchun muhim xolos. Lekin siz uchun o'zingizning vaqtingiz muhim emasdek go'yo. Ya'ni sizda bu narsa ko'p va siz boysiz va tinmasdan uni sarflashdan charchamaysiz. Vaqtni boshqarish bo'yicha turli xil davrlarda turli xil texnikalar hamda prinsiplar taqdim etilgan. Ularning lekin eng mashhurlari va doimiy ravishda g'arb mamlakatlari tomonidan tan olib kelinganlari haqida esa sizlarga hozir ma'lumot berib o'taman. 3 ta eng asosiy prinsip o'zi nima? Pomodoro texnikasi hamda Pareto prinsipi va 3-chisi Eisenhower sxemasi, ya'ni matritsasi deb ham yuritsak bo'laveradi. Xo'sh, bu ma'lumotlar qayerdan olindi? Keling yaxshisi izlab ko'ramiz. Ya'ni bugungi kunda eng aqlli sun'iy intellektlardan biri bu ChatGPT. ChatGPTda ham bu haqida bizga ma'lumot bera oladi. Ya'ni eng yaxshi texnikalar va eng yaxshi videolarni agar o'zingiz qiziqib izlatib ko'radigan bo'lsangiz, aynan shu texnikalar haqida gapirgan insonlarning videosini yoki bo'lmasam saytini linkini berishligi mumkin. Siz esa uni hammasini to o'rganib chiqqungacha men sizga uni batafsil tushuntirib o'taman. Ya'ni minglab videolar, minglab prinsiplar hamda texnikalar ichidan eng yaxshi 3 tasi haqida sizga ma'lumot beraman. Ma'qulini esa o'zingiz tanlab olaverasiz. Demak, birinchi sxema Eisenhower matritsasi. Bu prinsip AQSh sobiq prezidenti Dwight Eisenhower tomonidan ishlab chiqarilgan. U vazifalarni, ya'ni kundalik, oylik, yillik vazifalarni 4 ga bo'lishlikni tavsiya etadi. Bular qaysilar? Birinchisi demak, muhim va shoshilinch vazifa. Ikkinchisi muhim lekin shoshilinch bo'lmagan vazifa. Uchinchisi shoshilinch lekin muhim bo'lmagan vazifa. Va to'rtinchisi na muhim, na shoshilinch bo'lgan vazifaga bo'linadi. Xo'sh, bularni endi qanday bajarish kerak? Birinchi jadvalga kiritilgan ishlar, ya'ni muhim va shoshilinch bo'lgan vazifalarni darhol bajarishlik kerak. Ularni orqaga surib bo'lmaydi, chunki ularning deadline, ya'ni chegarasi yaqinlashib kelayotgan vazifalar bunga kiritilinadi. Ikkinchisiga muhim lekin shoshilinch bo'lmagan vazifalarni oldindan rejalashtirish mumkin. Ya'ni aytaylik, ingliz tili o'rganishga qaratadigan bo'lsak, sizga o'zi qaysi vaqtda qaysi turdagi sertifikat kerakligiga qarab turib, siz oldindan rejalashtirib vaqtingizni taqsimlashingiz mumkin. Yoki uchinchisi, shoshilinch lekin muhim bo'lmagan ishlar. Bunday ishlarni siz imkon qadar boshqalarga topshirishingiz kerak. Ya'ni shoshilinch lekin muhim bo'lmagan. Tushunyapsiz-a? Ya'ni bajarilishi kerak. Muhim bo'lmaganligining sababi esa bu shunchaki aynan siz tomoningizdan bajarilishi shart bo'lmagan ishlar. Ularni imkon qadar boshqalarga topshirishlikni payda bo'lishingizni tavsiya etadi. Va to'rtinchisi, eng og'riqlisi, na muhim, na shoshilinch. Bu ishlarni esa umuman qilmagan yoki qilishlikni kamaytirgan ma'qul deydi ushbu prinsipda. Ikkinchi eng mashhur prinsiplardan biri bu Pareto prinsipi. Ya'ni Pareto ismli olim italiyalik 1896-yilda shunday narsani kuzatadi. Bu prinsipni ko'pchilik 80 ga 20 qoidasi ham deydi. Nima uchun? Italiyada u kuzatadiki, boyliklarning asosiy qismi Italiyada aholining o'rtasida
boyliklarning asosiy qismi 20% odamlarda taqsimlangan va 80% odam deyarli ulardan bahramand emas. Va bu prinsip boshqa bir g'oyalar, ya'ni vaqt taqsimotida ham ishlashligini anglab qoladi. Ya'ni turli xil tajribalar o'tkazib, shunday xulosa beradi. Ya'ni muvaffaqiyatli natijalarning 80% 20% dan kelib chiqadi. Bu nima degani? Demak, 20% shunday bir ish bor, uning 20% eng muhimi, 80% esa unchalik muhim bo'lmagan ishlar. Mana shu 20% qismini agar biznesni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshira olsangiz, qolgan 80% muvaffaqiyat o'z-o'zidan keladi degan tushunchaga keladi. Bu xuddiki maktablarda aytadigan bo'lsak, o'qitiladigan fanlarning 20%gina kerak bo'ladi, qolgan 80% esa uning atrofidagi fanlar hisoblanadi. Ya'ni 20% ga asosiy fokusni bu yerda qaratish nazarda tutilyapti. Yoki mijozlarning 20% sizning gaplaringizga ishonadi. Bu prinsip qanday? Ya'ni aytaylik, sizni 100 ta obunachingiz bor va siz bir mahsulotni sotmoqchisiz yoki e'lon qilmoqchisiz. Demak, siz o'rtacha yoki maksimum holatda 20% mijozlarni o'zingizga jalb eta olishingiz mumkin. Shuning uchun ham bu 80 ga 20 qoidasi deyiladi. Ya'ni ishlaringizni taqsimlang va ularning ichidan 20% eng muhimlarini ajrating va o'shalarni qoyillatib bajaring. Qolgan 80% esa o'z-o'zidan bo'laveradigan ishlar hisoblanadi. Pareto prinsipi demak 80 ga 20 qoidasini o'z ichiga oladi. Vaqt taqsimoti bo'yicha italiyaliklarga yetadigani yo'q. Francesco Cirilli, ya'ni Pomodoro texnikasi. Bu qanday texnika? U o'z mijozlarini shunday manipulyatsiya qilganki, ya'ni 25 ga 5 qoidasini ishlab chiqqan. Ya'ni biron bir narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki biron bir ishga kirishadigan bo'lsangiz, o'sha ish uchun 25 daqiqa vaqt ajratasiz va 5 daqiqa dam olasiz. 25 daqiqa vaqt ajratasiz va 5 daqiqa dam olasiz. Ya'ni birdaniga 60 daqiqa yoki 120 daqiqa emas, shunchaki 25 daqiqa xolos va 5 daqiqa dam olasiz. Va har 4 pomodoroda, ya'ni 4-25 daqiqada, demak siz bu taxminan 2 soat bo'ladi. Ko'proq dam olishingiz kerak. Ya'ni taxminan 30-35 daqiqa. Shunday holat, ya'ni 25, 5, 25, 5, 4 ta shunday yo'lni bosib o'tdingizmi, demak 30 daqiqa dam oling. Bu sizni diqqatingizni jamlashga yordam beradi. Endi bu qayerdan kelib chiqqan deydigan bo'lsangiz, o'sha paytda lekin insonlarni, hozirgi olimlar aytadiki, insonlar o'sha paytda nisbatan sabrliroq bo'lgan. Lekin hozirgi kunda barcha ijtimoiy tarmoqlarga qaram bo'lgan vaziyatda hattoki 25 daqiqa ham diqqatni jamlab o'tirish oson emas. Ya'ni qisqa reelslar odatda 1-1,5 daqiqa atrofida bo'ladi. Va hattoki shu 1-1,5 daqiqalik videoni ko'rishga toqati yetmagan odam qanday qilib 25 daqiqa davomida biron bir narsaga fokus qilib turishligi mumkin degan g'oyani ilgari surishadi. Bu yerda biz yana nimani o'rganishimiz mumkin? Demak, qisqa videolar bu bizning miyamizni bir chekkadan sabrsizlikka o'rgatishga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'raverasiz va miya shunga moslashadi. Ya'ni shu 1-1,5 daqiqada nimadir boshlanib, tugashligiga o'rganib qoladi. Lekin hayotda muvaffaqiyatli bo'lishlik uchun 1-1,5 daqiqaning o'zi yetarli bo'lmaydi. Ya'ni biron bir narsani o'rganishlik uchun siz yillar, hattoki o'nlab dekadalar sarflashingiz mumkin. Bunga esa toqatingiz yetishligi bugungi kunda amri mahol. Chunki siz shunchaki 1-1,5 daqiqalik videolarga o'rgangan miyaning sohibi va sohibasisiz. Buni qara. Buni qara bo'ldi. Ha, xo'p, o'rtaka. Buni qaragin, zo'rligini. Xalaqit bermay tur o'qib Amay. Magnografiyani grant asosida o'rganib. Aytgancha o'ta ustoz bergan writing qildingmi? Ha, uni kecha qilib qo'yganman. Men qilmagandim-da, shuni berib tur, iltimos ko'chirib olay. O'zing qilib qo'ysang bo'lmaydimi? Domla 2 kun vaqt bergan. Yarim soat vaqt oladi. Tezda tugatib qo'ysang bo'ladi-yu. Nima qilding shuncha payt? Ha, to'g'ri o'rta. Kecha shu o'tirdim. Endi shu dars qilaman, writing yozib qo'yaman dedim. Nasroy zo'r. Keyin Firdavsda bitta videoda shu bilan ketdi.
Na writing yozdim, na boshqa ishlarimni qildim. O'zi mana shu telefondan qanaqa qutulishni bilmayapman-da. Vaqtimni umuman to'g'ri taqsimlayolmayapman. Men ham shu muammoda rosa qiynaldim. Qara, cho'tka eplar bor. Hammasini totib olganman, qaragan. Freedom'ni tortib olsang bo'ladi, Stay Focused, App Block, shulardan bittasini tortib olsang, ancha screen time'ingni boshqarish osonroq bo'ladi. Yaxshi aytding o'rta. Hozir tortaman bo'lmasam. Yuqoridagi texnikalar, prinsiplar va matrisalarni qaraydigan bo'lsak, hammasini nima birlashtirib turibdi? Bilasizmi? Bu jadval asosida ishlash. Ya'ni hammasi jadval tuz, shundan chiqma, jadval tuz, shundan chiqma deyilyapti. Lekin biz qiziqishlarimizni muhimliklardan ko'ra ustunroq qo'yadigan bir insonlar vakili sifatida bizga bu zerikarli va qiyin tuyulishligi mumkin. Shaxsan men uchun ba'zi birlarni sinab ko'rganman, biroz qiyinchilik tug'dirgan. Eplaganlarim ham bo'lgan, eplamaganlarim ham. Va o'sha payti o'zimga o'zim limitlar qo'yishni boshlaganman. Demak, men qiziqishlarimni muhim narsalardan ustun qo'yyapmanmi? O'rnini, demak, almashtirishim kerak. Qanday qilib? Masalan, Telegramga murojaat qilish va unda suhbatlashish men uchun yoqimli bir holat. O'zimga o'zim limit qo'yganman. Mana shu 10 ta so'zni yodlamagunimcha Telegramga kirmayman. Yoki bo'lmasam siz ham qo'yishingiz mumkin. Mana shu ingliz tiliga bog'laydigan bo'lsak-da endi. Mana shu speakingni to'g'rilab qo'ymaguncha yoki shu writingni yozmagungacha Instagramga murojaat qilmayman deb. Va bundan chiqmaslik oson, chunki Instagramga kirgingiz kelaveradi. Kirishlik uchun esa eng yaxshi usul bu, demak, vazifani to'liq bajarib qo'yishlik. O'zingizni boshida ozgina majburlaydigan bo'lsangiz, miya avtomatik tarzda nimanidir evaziga nimanidir berish kerakligini tushunadi va sizning diqqatingizni darsga qaratadi. Tayyorlab bo'lishingiz bilan, albatta chegaralangan muddatda, masalan, menda 15 daqiqa shu so'zlarni yodlasam, 15 daqiqa Telegramda mazza qilib suzishim mumkin yoki YouTube'da yoki Instagramda. Chunki ijtimoiy tarmoqlar bu bizni vaqtimizni bir chekkadan kemirayotgan kalamushlardir. Bu kalamushlardan to'g'ri foydalanish esa bizni cho'qqiga, noto'g'ri foydalanish esa shunchaki o'zimizdagi bebaho vaqtni shunchaki havoga sovurishga sabab bo'ladi. Demak, limitlar o'rnatamiz, nimanidir qilish evaziga ijtimoiy tarmoqqa yoki ijtimoiy tarmoqqa bo'lmasa qiziqishingiz, mening bir do'stim bor. O'ziga o'zi agar bir oyda 12 million so'm pul topmasam, keyingi oy futbol o'ynamayman deb o'ziga o'zi va'da bergan. Ya'ni har hafta futbol o'ynashimiz kerak. Bir oy 12 million topa olmadi va bir oy futboldan voz kechdi. To'g'ri, qiyin bo'ldi, lekin keyingi oy albatta. Ya'ni u 1 yil davomida 12 oy davomida bir marta xato qildi. Qolgan 11 oy esa, demak, 12 million so'mdan ko'ra ko'proq pul topganligi bizga ma'lum. Hozir esa sizdan yana kommentariyaga murojaat qilishingizni so'rayman. Ya'ni siz nimaga eng ko'p qiziqasiz va buning uchun qanday limit qo'ydingiz? Hozir shu videoni ko'rish davomida balkim g'oyalar paydo bo'lgandir, mana shu kabi, men kabi. Siz ham o'sha narsani yozib qo'ying. Masalan, ingliz tilidan kuniga 1 soat dars qilmaguncha, aytaylik, shirinlik yemayman degan ma'noda. Kommentariyaga yozib qo'ying, biz ham ularni ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Keyingi videolarimizda esa shu kommentariyalarga ham murojaat qilamiz. Yana bir usul bor. Endi bu sizga ma'qul keladimi yoki yo'qmi, balkim kulgili tuyulishligi mumkin. Lekin aytaylik, ma'lum bir vaqtda ma'lum bir ishni qilishim kerak deb jadvalga kiritgandan ko'ra, ma'lum bir vaqtda ma'lum bir ishni qilmayotgan bo'lishim kerak deb jadvalga kiritib ishlasangiz ham hayot ancha qiziqlashadi. Masalan, aytaylik, kechki soat 9 dan 11 gacha bo'lgan vaqtda siz odatda uxlaysiz. Va o'sha vaqtga yozib qo'yasiz. Ya'ni 9 dan 11 gacha uxlamayotgan bo'lishim kerak. Ya'ni biron bir ish qilayotgan emas, shunchaki nima qilayotgan bo'lsangiz ham uxlamayotgan bo'lishingiz kerak. Yoki 10 dan 12 gacha ijtimoiy tarmoqda bo'laman odatda. Demak, o'sha paytda shunda bo'lmasligim kerak deb bir hafta o'zingizni kuzatasiz. Aytaylik, 10 dan 11 gacha ijtimoiy tarmoqda bo'lishingiz mumkin. Demak, o'shanda bo'lmasligingiz kerak. Uxlashingiz mumkin. Keyingi kuni qaraysiz. Demak, bu ham keraksiz ish. Demak, uxlamayotgan bo'lishim kerak. Ijtimoiy tarmoqda bo'lmasligim kerak. Keyingi kuni ovqatlanayotgan bo'lishingiz mumkin o'sha vaqtda. Chunki bu ikkalasini qilmasligingiz kerak-ku. Keyin ovqatlanmayotgan bo'lishim kerak deb shunday limitlarni qo'yganingiz sari sizda
yomon ishlar ro'yxati tugaganda yaxshi ishlar ro'yxati paydo bo'la boshlaydi va siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham bunga amal qilib borasiz. Demak, vaqtni boshqarish tushunchasi har xil. Psixologlar, faylasuflar yoki materialistlar bunga turlicha qarashadi. Assalomu alaykum.